Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana sizlar bilan ustozingiz advokat Azizova huquqiy bilimlaringizni oshirish maqsadida o'z audio va video sharhlarini sizga taqdim etadi. Bugungi mavzuyimiz fuqaroviy huquqiy munosabatlar doirasida huquq layoqati va muomala layoqati xususida bo'ladi. Fuqaroning huquq layoqati va muomala layoqati tushunchalari. Huquq layoqati qachondan boshlab vujudga keladi? Muomala layoqati qachondan boshlab vujudga keladi? Huquq layoqatini cheklash mumkinmi? Muomala layoqati vujudga kelishining shaxsga qanday ta'siri bor? Keling, shu haqida gaplashamiz. Sharhlashni asosiy qomusimiz bo'lgan Konstitutsiyaga murojaat qilishdan boshlasak. Konstitutsiyamizning 19-moddasida huquq layoqatiga ta'rif berilgan bo'lib, inson huquq va erkinliklari har kimga tug'ilganidan boshlab tegishli bo'lishi. O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, e'tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi va ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar qonun oldida teng ekanliklari ko'rsatib o'tilgan. Bundan tashqari, Fuqarolik kodeksining 17-moddasida ham aynan huquq layoqati o'z aksini topgan bo'lib, barcha fuqarolarning fuqarolik huquq va burchlariga ega bo'lish layoqati, ya'ni fuqarolik huquq layoqati teng ravishda e'tirof etilishi, fuqaroning huquq layoqati u tug'ilgan paytdan e'tiboran vujudga kelishi va vafot etishi bilan tugashi belgilab qo'yilgan. Demak, shaxsning huquq layoqati u tug'ilishi bilanoq vujudga kelar ekan va vafotiga qadar u bilan birga mavjud bo'lar ekan. Keling endi huquq layoqati mazmunini to'liqroq ko'rib chiqamiz. Fuqarolik kodeksining 18-moddasida fuqarolar huquq layoqatining mazmuni keltirib o'tilgan bo'lib, fuqarolar mulk huquqi asosida mol-mulkka ega bo'lishlari, mol-mulkni meros qilib olishlari va vasiyat qoldirishlari, bankda jamg'armalarga ega bo'lishlari, tadbirkorlik, mashg'ulot turini va yashash joyini tanlashlari, mualliflik huquqiga ega bo'lishlari mumkinligi belgilab qo'yilgan. Aynan mana shu narsa huquq layoqatining mazmunini tashkil qiladi. Sizga aniqroq tushunarli bo'lishi uchun misollar bilan tushuntiraman. Ya'ni chaqaloq dunyoga kelar ekan, u avvalo ota-onasini bilishi, oila bag'rida yashashi, tarbiyaga nisbatan huquqqa ega bo'lishini hammamiz yaxshi bilamiz. Va mana shu narsa huquq sifatida Oila kodeksida mustahkamlab qo'yilgan. Ya'ni, Oila kodeksining 65-moddasida bolaning oilada yashash va tarbiyalanish huquqi, ya'ni har bir bola oilada yashash, tarbiyalanish, o'z ota-onasini bilish, ularning g'amxo'rligidan foydalanish, ular bilan birga yashash huquqiga ega bo'lishi va aynan uning manfaatlariga bu xizmat qilishi keltirib o'tilgan. 69-moddasida esa bolaning ism, otasi ismi va familiyasiga ega bo'lishi, 67-moddasida esa bolaning himoyaga bo'lgan huquqi keltirib o'tilgan. Xullaski, biz tug'ilishimiz bilanoq huquq layoqatiga ega bo'lar ekanmiz. Bundan tashqari, faqatgina fuqarolar emas, yuridik shaxslar ham huquq layoqatiga ega bo'lishi mumkin. Bu qoida Fuqarolik kodeksining 41-moddasida o'z aksini topgan. Ya'ni Fuqarolik kodeksining 39-moddasida yuridik shaxsning o'ziga ta'rif berilgan bo'lsa, 41-moddasida yuridik shaxsning huquq layoqati keltirib o'tilgan. Yuridik shaxs o'zining ta'sis hujjatlarida nazarda tutilgan faoliyati maqsadlariga muvofiq fuqarolik huquq layoqatiga ega bo'lishi. Yuridik shaxsning huquq layoqati u tuzilgan paytdan boshlab vujudga kelishi va uni tugatish yakunlangan paytdan e'tiboran tugatilishi keltirib o'tilgan. Demakki, yuridik shaxsning huquq layoqati u tuzilgan paytdan e'tiboran vujudga kelar ekan. Aytaylik, siz borib birorta yuridik shaxs tashkil qilsangiz, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun, ana o'sha tashkil qilgan paytingizdan e'tiboran huquq layoqatiga ega bo'lar ekan o'sha yuridik shaxs. Bundan tashqari, Fuqarolik kodeksining 1169-moddasida jismoniy shaxsning huquq va muomala layoqati keltirib o'tilgan bo'lib,
Jismoniy shaxsning huquq va muomala layoqati uning shaxsiy qonuni bilan belgilanadi. Chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar O'zbekiston Respublikasida fuqarolik huquqi layoqatidan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bilan teng ravishda foydalanishlari belgilab qo'yilgan. Demak, siz bilan yuqorida shaxsning huquq layoqati tushunchasini atroflicha ko'rib chiqdik. E'tibor qarating, huquq layoqatini hech qanday biror bir shaxs tomonidan cheklanishiga yo'l qo'yilmaydi. Ana endi muomala layoqati tushunchasiga to'xtalsak. Fuqarolik kodeksining 22-moddasida fuqaroning muomala layoqati tushunchasiga ta'rif berilgan bo'lib, fuqaroning o'z harakatlari bilan fuqarolik huquqlariga ega bo'lishi va ularni amalga oshirishi, o'zi uchun fuqarolik burchlarini vujudga keltirish va ularni bajarish layoqati, muomala layoqati u voyaga yetgach, ya'ni 18 yoshga to'lgach, to'la hajmda, e'tibor qarating, to'la hajmda vujudga kelishi belgilab qo'yilgan. Voyaga yetgunga qadar qonuniy asosda nikohda o'tgan fuqaro nikohdan o'tgan vaqtdan e'tiboran to'la hajmda muomala layoqatiga ega bo'lishi, nikoh tuzish natijasida ega bo'lingan muomala layoqati 18 yoshga to'lmasdan turib nikoh bekor qilingan taqdirda ham to'la saqlanib qolishi. Nikoh haqiqiy emas deb topilganida esa, e'tibor qarating, ma'lumot uchun aytib o'taman, nikohni haqiqiy emas deb topish asoslari Oila kodeksining 49-moddasidan boshlanadi. Demak, nikohni haqiqiy emas deb topilganida sud voyaga yetmagan er-xotin sud belgilagan paytdan boshlab to'la muomala layoqatini yo'qotganligi haqida qaror qabul qilishi mumkinligi keltirib o'tilgan. E'tibor qarating, ushbu ma'lumotlar 11-sinf darsligingizda belgilab qo'yilgan. Fuqarolik protsessual kodeksining 42-moddasida fuqarolik protsessual muomala layoqati keltirib o'tilgan bo'lib, sudda o'z huquq va majburiyatlarini amalga oshirish layoqati voyaga yetgach, ya'ni fuqarolar 18 yoshga to'lgach, to'la hajmda vujudga kelishi ham ko'rsatib o'tilgan. Voyaga yetmagan, ya'ni yoshi 14 dan 18 gacha bo'lgan fuqarolarning, shuningdek, muomala layoqati cheklangan deb topilgan fuqarolarning huquq va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlari sudda ularning ota-onalari, farzandlikka olganlar yoki homiylar tomonidan himoya qilinishi ko'rsatib o'tilgan. 16 yoshga to'lgan voyaga yetmagan shaxs qonunchilikda belgilangan tartibda muomalaga to'la layoqatli deb e'lon qilingan holatlarda, ya'ni bu tushuncha emansipatsiya deb ataladi, ya'ni lotinchadan huquqlarda tenglashish degani. Sudda o'z huquqlarini va majburiyatlarini shaxsan o'zi amalga oshirishi belgilab qo'yilgan. Emansipatsiya tushunchasi Fuqarolik kodeksingizning 28-moddasida ko'rsatib o'tilgan. 14 yoshga to'lmagan kichik yoshdagi bolalarning, shuningdek, ruhiy holati buzilganligi tufayli muomalaga layoqatsiz deb topilgan fuqarolarning huquq va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini sudda ularning qonuniy vakillari, ota-onalari, ularning farzandlikka olgan yoki vasiylari himoya qilishi belgilab o'tilgan. Demak, shaxsning huquq layoqati tug'ilganidan boshlab, muomala layoqati esa to'la hajmda 18 yoshga to'lganidan boshlab vujudga kelar ekan. Biz siz bilan yuqorida fuqaroning huquq layoqati va muomala layoqati tushunchalari vujudga kelishi, ularning bekor bo'lishi va muomala layoqati vujudga kelishining shaxsga qanday ta'siri borligi masalalarini atroflicha ko'rib chiqdik va xulosa qildikki, fuqaroning huquq layoqati tug'ilishi bilan, muomala layoqati esa to'la hajmda 18 yoshga to'lishi bilan vujudga kelar ekan. Ma'lumotlarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa va sharhlarning to'liq qismiga ega bo'lishni istasangiz, Advokat Azizovaning onlayn va offlayn kurslariga yozilishingiz mumkin va bizni Instagram, Telegram, YouTube ijtimoiy tarmoqlarida kuzatib borib o'z huquqiy bilimlaringizni oshirishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.